Bilasizlar, men sizlarga har bitta mahsulotni ochib ko'rsatib ishlatib beraman. O'shani hisobiga menda baryer buzilishi. Har bitta mahsulot to'g'ri effekt berishi ham mumkin yoki zararga ishlashi ham mumkin. Nimaga? Hammasini aralashtirib tashlasa zararga ham ishlaydi. O'shaning uchun men sizlarga ko'rsatib berayotgan har bitta mahsulotimni o'zim ishlataman. O'zim ishlatganim hisobiga menda baryer buzilishi. Bu nima? Bu har xil ugrilar, toshmalar, komidon, yopiq komidonlar, ugridan qolgan dog'lar kuzatiladi. O'shani hisobiga bu baryer buzilishi deyiladi. Shuning uchun ham menda hozir baryer buzilishlari bor. Menga dalniy moment yordam beradigan liniya bu Astra. Nimaga Astra? Bu realniy dermatologlar tomonidan tasdiqlangan liniya bo'lib, realniy yuzga zo'r yordam beradi. Bunisi essensiya, как menga toner o'rnida, bunisi bo'lsa krema. Bilasizlarmi, makiyaj tegidan ham ishlatsanglar idealniy zo'r yotadi. Men serum o'rniga niasinamid ishlataman. Nimaga niasinamid? Ugridan qolgan dog'larni ham zo'r ketkazib, ochartirib beradi. Ketkazib bermaydi, balkim ochartirib beradi va sizlarga katta yordam beradi. O'shaning uchun uxotni to'g'ri tanlasanglar, yuzingizda ham to'g'ri o'zgarishlar bo'ladi.